Hech qanday imtihonlarsiz 100% tekinga Turkiya, Gruziya, Kipr universitetlariga hujjat topshiring. 3000 dollarlik grant yutib oling. Istanbul deganda hamyurtlarimiz xayoliga dengiz, Bozorlar va bu kabi qadimiy obidalar xayoliga kelishi aniq. aslida esa Turkiya allaqachon xalqaro ta'limning ochog'iga aylanib bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, Turkiya dunyo bo'yicha top 10 tarixdan joy olgan xorijiy talabalar soni bo'yicha. Kontraktlar ham juda ham arzon, atiga $1000. Hozirda Turkiyaning eng nufuzli va xalqaro universitetlaridan Kent, Aydin, Başakşehir, Gelishim, Beruniy, Medipol va shu kabi 50 dan ortiq universitetlar. Kipr davlatidagi Kipr xalqaro universiteti, Final universiteti, Başakşehir Kipr universiteti. Gruziyadan esa Gruziya davlat universiteti, Tbilisi davlat meditsina universiteti, Liya davlat universiteti, Gruziya texnik universiteti, Yevropan universiteti, Xalqaro Kavkaz universiteti va bundan boshqa bir qancha universitetlar uchun 2025-2026 yil uchun qabul quyidagi fakultetlar yuzasidan ochildi. IT, tibbiyot, farmatsevtika, stomatologiya, jahon tillari, aviatsiya, arxitektura, styuardessalik, biznes boshqaruvi, iqtisod va siz xohlagan yuzlab yo'nalishlarda professional mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va qo'shimcha $1000 chegirmaga ega bo'ling.